Ya o'rtoq. Assalomu alaykum. Qalaysan? Do'stim, bormisiz? Bu tabarruk qo'llaringizni ushlaydigan kunam bor ekan. Qo'y baqaytirdim, qo'yim qochib ketib, ekmatda yugurdim. Bo'p qoldim do'st. Nima piyada qolibsiz, tinchlikmi? Mashinamni sotib oldim o'rtoq. Ya, onasini yemsin. O'sha kunlar ham kelar ekan, bankrot oldim deb. Men qara, bilardim shu narsani, to'g'risi bor. O'zimcha so'rashsam ham bunday qilib so'rashasan-u, endi men ham senga shunaqa so'rashaman. Men bilan bir xil bo'lib qolibsan-u. Kamiga borsin, doshlar ichiga borsam ham pulim ko'p deb hamma oldiga chiqarib qo'yardi. Bunday qilib chiqardim-u. Endi buni qilolmaysan. O'sha kunlar keldi. Qancha qarzga kirib ketdim. To'g'risini ayt, men bir jicha mazza qilay, to'g'risi bor. Ichlarim mazza qilsin. Voy! Yo do'stim, D9 ga to'lov qilib qo'ydim-da o'shaning uchun. Endi do'st bo'la olmaymiz-da.